Bugungi kunda zamon talablaridan kelib chiqqan holda ko'p qavatli uylar, ofislar, xususiy binolar zamonaviy ko'rinishga ega bo'lmoqda. Shu o'rinda xavfsiz va qulay ko'tarish mexanizmlari va lift kabi qurilmalar o'rnatilishiga va ulardan foydalanish hamma uchun birdek qulay bo'lishiga e'tibor qaratilmoqda. 2002-07-24 shaharsozlik norma qoidalariga asosan o'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslarni ikkinchi va undan yuqori qavatlarga, zal hamda tashrif xonalariga, shuningdek mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ish joylariga maxsus ko'taruvchi moslamalar yoki liftlar orqali ko'tarilishlarini ta'minlash belgilangan. Jumladan, o'rindiqli aravachadagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun lift kabinasining o'lchamlari o'rindiqli aravachaning gabaritlarini hisobga olgan holda loyihalanishi lozim. Liftni kirish yo'lagida ko'rsatmali taktil qoplamalar bo'lishi hamda nogironligi bo'lgan shaxslar joylashgan xonalardan 50 metr masofadan oshmasligi kerak. Har bir lift qurilmasining ichkari va tashqari tomonidan vizual tovush signallari kombinatsiyalariga ega bo'lishi va qurilmalar yerdan kamida 0,8 metr balandlikda, uning displey ichidagi elementlarning shakli esa kamida 6,4 cm kattalikda bo'lishi kerak. Liftning ichki va tashqi tarafida mavjud o'rnatilgan tugmalardagi belgilar bosma braille alifbosida yozilgan bo'lishi lozim. Yana bir e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihat, bu mavjud binolarda lift bo'lmasa, unda ko'tarish moslamalari o'rnatilishi va ular yashaydigan xonalarda joylashgan qavatlar bilan bir safda bo'lishi belgilangan. Xo'sh, siz joylashgan binoda ko'tarish moslamalari yoki liftlar shaharsozlik norma qoidalariga qay darajada javob beradi?